Bizga ma'lumki, mollar zamindan yetishib chiqqan olimlar, mufassirlar, mutasavvif zotlar, mutakallim zotlarning ilmiy merosida doimo bizni to'g'rilikka, halollikka, ma'rifatparvarlikka va sog'lom e'tiqodga chorlaydi. Jumladan Imom Moturidi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Abul Mu'in Nasafiy, Burhoniddin Marg'inoniyning asarlariga agar e'tibor beradigan bo'lsak, ularning asari bizga islom dini, ilm dini bo'lganligi, islom dini ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan sug'orilganligi, islom dini insonlarni faqat yaxshilikka undaganini ko'rish mumkin. Shu nuqtai nazardan bizning ajdodlarimiz, o'sha mutafakkirlarimizning nomi butun dunyoda mashhur. Dunyo musulmonlari Imom Buxoriyni sultonul muhaddisin deyiladi yoki Imom Termiziyni Hoji Abdulloh Ansoriy eng o'sha Siyohistani yozgan muhaddislar orasida eng ulug' muhaddis, fazilatli muhaddis ekanligini o'zlarining o'sha asarlarida ta'kidlab o'tadi. Yoki Hoji Bahovuddin Naqshbandni o'sha ruhiy tarbiya ustozi deb olimlar e'tirof etishadi. Burhoniddin Marg'inoniyni esa din va millatning hujjati deb e'tirof etiladi. Hakim Termiziyni esa o'sha tafsir ilmini Markaziy Osiyoga kirib kelishini ilk boshlab bergan mufassir olim sifatida tilga olinadi. Albatta bular nimadan dalolat beradi? Bizning ajdodlarimiz islom diniga ilm dini sifatida qarab, mana shu yo'nalishda ular ilmiy ijodiy faoliyat olib borgan. Lekin afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda o'sha dunyoda avj olayotgan turli xil o'sha yot g'oyalar, jumladan ekstremizm, terrorizm, radikalizm, mutaassiblik kabi g'oyalar xalq orasida, aholi orasida, jumladan ba'zi yoshlar orasida avj olyapti. Bu juda achinarli hol. Chunki bizning ajdodlarimiz Imom Buxoriy yo Imom Moturidi yoki Imom Termiziy ular adashmagan, balki ular o'z davrida turib radikallashgan oqimlarga, turli yot g'oyalarga uchragan kishilarga ular o'zlarining asarlari bilan Qur'on va sunnat hamda mazhab asosida javob berganlar. Shu nuqtai nazardan bizning ajdodlarimizning ilmiy merosi barchamizni o'sha sog'lom e'tiqodga chorlaydi. Endi sog'lom e'tiqod borasida o'zining asarlari bilan, zalvorli asarlari bilan butun dunyoga nom taratgan ham shoir, ham mutakallim, ham faqih zotlardan Chag'onyon zamindan yetishib chiqqan Sufiy Allohyor hazratlari o'zining Maslakul Muttaqin, taqvodorlar maslagi, Sabotul Ojizin, Murodul Orifin asarlarida bir qancha ma'lumotlarni berib o'tgan. U zot o'sha 17-asr, 17-18-asrda yashab o'tgan bo'lsalar, o'zining o'sha Murodul Orifin asarida shu davrda soxta tariqatchilar aholi orasida ko'paygan, o'zini shayx yasab, demak tariqatni da'vo qilganlar borasida Murodul Orifin asarini yozganlar. Va u kishi aytadilar, haqiqiy o'sha tolibi ilm, haqiqiy solik shunday bo'lishi kerakki, birinchi o'rinda Qur'on va sunnat hamda mazhabga amal qilish kerak. Sof e'tiqodni birinchi o'rinda o'ziga shakllantirish kerak. Shundan keyin u tasavvuf ilmlarini o'rgansa maqsadga muvofiq bo'ladi deyiladi. Chunki tasavvuf bevosita ruhiy tarbiya bilan bog'liq bo'lgan. Birinchi o'rinda o'sha belgilangan ilmlarni o'rgangandan keyin tasavvufga murojaat qilsa, u adashmasligi mumkin deyiladi. Yoki Sufiy Allohyor o'zining Sabotul Ojizin asarida o'sha davrda adashgan firqalarga, turli xil yot g'oyalarga berilgan kishilarga Sabotul Ojizin asarida bir qancha baytlari borki, bevosita bizni o'sha bugungi kunda yoshlarimizni va barcha xalqimizni sergak tortishga, hushyor bo'lishlikka chorlaydi. Chunki sog'lom e'tiqod o'zi qanday e'tiqod? Sog'lom e'tiqod payg'ambarimiz orqali hamda sahobalar, tobiinlar va Hanafiy mazhabi va mazhabboshilar orqali kelgan ta'limot, kelgan an'ana, kelgan qadriyatlar yig'indisi bu sog'lom e'tiqod. Mana shu narsani Sufiy Allohyor nima deyiladi? Mana shu an'analarni bu o'sha ahli sunna val jamoaning yo'li deyiladi.
Shuning uchun u zot aytadilarki, ahli sunna val jamoa yo'lidan adashgan, yo'lidan toygan kishining oqibati xatarli, xavflidir. Balki o'ziga zarar berish bilan birga u o'zining oilasiga, yaqin qarindoshlariga hamda butun bir xalqqa zarar yetkazishi mumkin deyiladi. Uning xatarlari juda ko'p deyiladi. Chunki bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. O'sha mening ummatim 73 firqaga bo'linadi. Faqat bir firqasi, bir jamoasi najot topadi deyiladi. Undan o'sha sahobalar so'ragan, "Ya Rasululloh, bular kimlar?" degan. Sahobalar so'ragan, "Ya Rasululloh, bular kimlar?" degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bular o'sha ahli sunna val jamoa. Biz sizga ergashgan. Bu nima deyilgani? Butun jamoa demak bir yo'lda ergashyaptimi? Ulamolarimiz bir yo'lda ergashyaptimi? Biz ham mana shu yo'lda ergashishimiz kerak. Bilib bilmasdan turli yo'llarga, turli yo'l-g'oyalarga ergashish oqibati juda xatarli, oqibati insonni zalolatga olib boradi. Zalolat esa oqibati ko'pchilikka ma'lum. Shu nuqtai nazardan Sufyonlar o'sha ahli sunna va jamoaga ergashishning muhimligi borasida Savotul Ojiz asarida shunday deydi. Jamoat ahli sunnat tuzgan erlar dedilar, turfa nozukdir bu yo'llar. Ulug' yo'lni qo'yib o'lguncha yor, qadam qo'yma toyar yerlarga zinhor. Endi e'tibor bering. Jamoat ahli sunnat tuzgan erlar, haqiqiy mardlar, haqiqiy o'sha zotlar, jamoat ahli tuzgan yerlar, bu yo'l ulug', juda ulug', muborak yo'l ekanligini ta'kidlaganlar. Endi o'sha baytning davomida aytadilarki, ulug' yo'lni qo'yib o'lguncha yor, ey do'stim, ey hammaslagim, sen o'sha ulug' yo'lni qo'yib agar boshqa yo'lga ergashsang, bu senga xavf-xatar keltiradi. Ulug' yo'lni qo'yib o'lguncha ey yor, qadam qo'yma toyar yerlarga zinhor. Ya'ni o'sha xavf-xatarni olib keltiradigan, xavf-xatarga sababchi bo'ladigan yo'llardan qadam qo'ymagin, balki oyog'in toyib yiqilasan. Va insonni bu narsa oxir-oqibat o'sha falokatga olib keltirishini bot-bot asarlarda ta'kidlab o'tadilar. Birinchi o'rinda bu kishi o'sha shariat muhimligini ta'kidlaydilar. Shariat biz yuqorida ta'kidladik. O'sha Qur'on, sunnat orqali mazhab kelgan. Bizning o'sha ajdodlarimiz, bizning diyorimiz Hanafiy mazhabiga ergashadi. Shu nuqtai nazardan bu kishi aytadilarki, bir kishining o'sha zohiriy ko'rinishiga qarab unga havolanma, unga ko'ngil berma. Shuning uchun shariatsiz kishi o'ssa havoga ko'ngil bermang, aningdek xudnamoga deyiladi. Tasavvur qiling, shariatsiz kishi o'ssa havoga, ya'ni shariati bo'lmagan, ilm va ma'rifati bo'lmagan, haqiqiy Qur'onning mazmun mohiyatidan, tafsiridan, hadisning mazmun mohiyatidan, hukmlaridan xabardor bo'lmagan, sog'lom e'tiqodni bilmagan kishining o'sha havosiga, uning xayollariga, uning zohiriga qarab uchmagin, chunki unga ko'ngil berishing oxir-oqibat seni o'sha xatarga yo'liqtirishi muqarrar deyiladi. Shu nuqtai nazardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar biz o'sha ajdodlarimizning boy ma'naviy merosiga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning boy ma'naviy merosida bizni faqat halollikka, poklikka, ma'rifatparvarlikka, sadoqatga, fazilat sohibi bo'lishlikka va vatanni himoyalashga doimo chorlaydi. Chunki bularning o'zi aslida islomning asl maqsadi ham shu. Islomning asl maqsadi tinchlikni saqlash, insonlarni ruhiy kamollikka erishishni doimo ta'kidlab o'tadi. Islomning asl maqsadi shu. Shu nuqtai nazardan Sufiy Abdulloh hazratlari yoki boshqa ulamolarimizning ilmiy merosiga e'tibor beradigan bo'lsak, bizni faqat sog'lom e'tiqodga chorlaydi. Yoshlarimiz agar bugungi kunda ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini o'rgansa, ularning yozilgan asarlarining ma'no mazmuniga diqqat bilan e'tibor qaratsa, doimo bizni sergaklikka, halollikka chorlagan. Shu nuqtai nazardan ularga biz ergashsak hech qachon adashmaymiz, dunyo va oxiratimiz farovon bo'lishiga inshaalloh erishamiz.